qanaqadir dalangizgami, bog'ingizgami yoki dachangizgami kamera qo'ydirishingiz kerak, lekin tok bilan internet ulash muammo bo'ladi. Buni yechimi bor. Bizga mana bunaqa Hikvision brendidan kameralarimiz kelgan, quyosh panelida ishlaydi. Bunga sim karta bilan fleshga tiqib qo'ysangiz bo'ldi. Internet orqali telefondan ham ko'rib tursangiz bo'laveradi. Mana shu funksiyalari bor bu kamerada. Kameramiz 4 megapikselli bo'ladi, sifati zo'r oladi. Qorong'ida ham tiniq ko'rsatib beradi. Undan tashqari do'konimizda har xil turdagi kameralar, smart zamoklar, domofonlar topsanglar bo'ladi. Mana bu PTZ kameramizni hozir ishlatib qo'yganmiz. Monitorda turibdi. Mana yo'lning narigi betidagi konditsionerda даже artel yozig'ini ham o'qisa bo'lyapti. Bu konditsioner yo'lning narigi betida do'konni tagidagi ko'ryaptim. Mana 12 ta olman hozir telefonda. O'sha konditsionerni bu kameramiz ko'rsatib turibdi. Kun qorong'i bo'lishiga qaramasdan sifatiga bitta baho berasizlar. Katta zavodlarga qo'yishga zo'r variant 32x gacha yaqinlashtira oladi. Qo'shimchasiga tepasida ikkita 180 gradus oladigan kamerasi ham bor. Mana monitorda ko'rinishi. Videoga like bosib, kanalga podpisatsiyani tashlab qo'ying. Hozir kerak bo'lmasa, bir kun baribir kerak bo'lib qoladi kamera. Joyimizda Yunusobod Kurudagi Apex Pistani ro'parasiga Hikvision do'koni.